hammasini aytgim keladi. Hammasini, dardlarimni hammasini aytgim keladi. Lekin Robbimga shukr deyman. Robbim rizqimni berdi. Robbim ustuvor yo'l ko'rsatdi. Allohim rizqimni barakasini berdi, farzand berdi menga. Yaxshi ona bo'lishim uchun Turkiyada qiynalib farzandimni tuqqanman. Hech kim yonimda bo'lmagan. Begona deb qarashmagan Turkiyadagi doktorlar ham farzandimni tuqqanimda 2-3 kundan beri ko'z yosh kelmayotdi.